Narxi ham zo'r, lokatsiyasi ham vashchi zo'r bo'lgan joyga kelganmiz. Orqamda ko'rib turgan 2 etajli uyimiz Olmazor rayon Oxunboboyevda joylashgan. 4 sotuvga tushgan, fasad uzunligi 15, ichkariga 25 metr bo'ladi. 4 sotuvdan sal oshiqroq ekan u yoq bu yoq. Endi ichkarini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. 8 ta xonasi, 4 ta sanuzelli bor. Erkamiz darvozaxonasi katta kengina qilingan. E'tibor beringlar, eniga ham katta ekan. 3 ta mashina bemalol sig'adi. Bu yog'imizda yashil zeleniy zona bo'ladi. Pastda uylarimiz bor. Bitta spalni, koridori, chap qo'lda yuvinish xonasi. Bu yoq burchagimizda yana bitta hojatxona qoldirilgan. Bu yoqqa yozgi oshxonani mo'ljallashgan ekan. Ko'rib tursangiz, mangallargacha qo'yib qo'yishgan. Asosiy uyimizga bu eshikdan kiriladi. Eshikdan kirganimizda o'ng qo'lda bitta xona keladi, choy ichib o'tiriladigan. Uning yonida oshxona joylashtirilgan. Hop, eshikdan kirganimizda chap qo'lda mehmonxona kattagina yaxshi remont qilib qo'yishibdi. Hop, to'g'rimizda sanuzel keladi. Endi ikkinchi etajga chiqarkanmiz. Ikkinchi etajga chiqqanimizdan keyin o'ng qo'limizda bitta xona keladi. Xonaga kirganimizda o'zini spalnasi, o'zini mehmonxonasi bor. Yuvinish xonasi ham o'zini ichida. Chap qo'lda ikkita xonamiz keladi. Sizga kirar ekanmiz. Bitta xona, uni ichkarisiga kirganimizda yana bitta spalni keladi. Magazin qilib foydalansa ham bo'lar ekan. Sababi shundoq qilib mana yo'lning yuzida. Bundan ketsangiz shaharga chiqib ketasiz, Chorsuga. Bu yoqdan ketadigan bo'lsangiz, Pitonkaga chiqib ketasiz. Shaharda arzon narxda uy qidirib yurgan akalarga, aka-ukalarga, opa-singillarga tez tashlab qo'yinglar, chunki narxi juda ham chiroyli.